Assalomu alaykum, hurmatli Fast Education YouTube kanali obunachilari. Mana bugun Podcast with our students ko'rsatuvimizning 2-soni va bugungi ko'rsatuvimizda bizning 13 yosh bo'lishiga qaramasdan IELTS dan 7 natijani qo'lga kiritgan Munisa Hazratqulova bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. O'zingizni to'liq tanishtira olasizmi? Assalomu alaykum. Mening ismim Munisa Hazratqulova. Yoshim hozir 14 ta, lekin IELTS ni 13 yoshda olganman. Fast Education'da A1 dan to intensivgacha o'qib yetib oldim. Demak, siz bizlarning kurslarimizda Fast Education'da A1 darajadan oxirgi darajagacha, ya'ni boshlang'ichdan oxirigacha bizlarda o'qigansiz. Juda ham zo'r. Xo'p, A1, A2, B1 o'sha o'qigan o'qituvchilaringizni eslay olasizmi? Ya'ni kimlar bo'lgan, holatlar qanaqa bo'lgan? A1 da Albina Kamilovna, A2 Madina Murjanovna, hozir ishlamaydi menimcha. B1 da Nafisa Shpo'latovna. Punishmentlar juda ham ko'p beradi. B2 da Botur Jurayev, C1 Davron To'ychiyev, C2 Intensive Bobir Jurayev. A1 darajadan IELTS darajagacha kelguningizcha qancha vaqt sizga yetarli bo'ldi? 2 yil bo'ldi. Demak, siz A1 dan IELTS olguningizgacha 2 yil atrofida tayyorlandingiz. Xo'p, tayyorlanish jarayonida qanaqa holatlar bo'ldi? Ya'ni qaysi tomonlar sizga qiziq, oson yoki qiyin? Eng qiyin vrema u intensivda bo'lgan, writing bilan speakingda. Writing bilan speaking uncha qilolmasdim, shuning uchun ham 6 chiqib qolgan. Writing umuman yozmasdim, если честно. Вообще ненавидеть qilganman-da. Speakingdan bir xil paytlari javob bermay qochib ketgan paytlarim ham bo'lgan. O'qituvchingizdan? Ha. Keyin ikki qo'yib, shu nimaga qochib ketasan deb urushgandilar. O'qituvchingiz kim bo'lgandi o'sha speakingda savolga javob bermasdan qochgan vaqtlaringizda? Assistentka bo'lgandi. Sarvinoz opa, keyin yana bitta qiz bor edi, ismini chiqib ketdi ismi. Shu assistentkalar dedi. Keling sectionlar haqida gaplashib o'tamiz. Listening, reading, writing va speaking. Sectionlaringiz qanaqa bo'lgan? Listening 8.5. Wow, listening 8.5. Reading 7, writing va speaking 6. Demak, keling listening bo'yicha ko'proq to'xtalsak, chunki sizni eng yuqori ball, ya'ni 9 olishingizga yarim ball yetmagan ekan. Balki bittagina javob noto'g'ri bo'lganligi sababli bu holatdan bo'lishi mumkin. Chunki ko'pchilik kandidatlarimizda bu holat kuzatilgan. Xo'p, sizda qanaqa bo'lgan listeningga tayyorlanish vaqti? Listeningga tayyorlanish vaqti eng birinchi to есть C1 da men 3 marta o'qiganman-da, C2 da ham bir ko'p o'qiganman. Eng birinchi C1 ga kelgan paytim 11 ta chiqardi, maksimum 15 ta chiqqandi 40 tadan. Full listening. Full listening, ha. Bu keyin ustozim urushmardi, lekin motivatsiya beradi. Davron To'ychiyev eng zo'r o'qituvchi deb o'ylayman o'zim. Juda ham motivatsiyalar menga yordam bergan. Keyinchalik уже 3-4 marta o'qiganimdan ko'p praktis qilganman, ko'proq English music eshitganman. Demak, sizga listeningni oshirishingizga asosiy narsalardan biri o'sha muzika eshitish ancha yordam bergan. Xo'p, misol uchun ko'pchilik talabalar podkast eshitishga harakat qilishadi, kino, siz ham o'sha podkast eshitib kino? Podkast, kino вообще ko'rmaganman, eshitmaganman. Только muzika, praktika. IELTS darajaga, ya'ni intensiv vaqtlaringizda 40 tadan, ya'ni full listeningdan nechta chiqardi? Intensivda 7.5 chiqardi. Demak, sizda 7.5 dan turib birdaniga 8.5 rezultatgacha chiqdi. Juda ham oson edi lekin IELTS da listening. Demak, IELTS formati osonroq. Misol uchun Cambridge kitoblariga qarab taqqoslaganda IELTS osonroqmi yoki Cambridge kitoblari? Cambridge ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor, lekin IELTS bilan bir xil deb o'ylayman. 13 yoshingizda turib siz 7 olganingizda ota-onangizning reaksiyalari qanaqa bo'ldi? O'sha kuni juda ham yaxshi eslayman. Ertalab keladi-ku o'zi SMS, shundaymi? Keyin maktabda edim, 2-dars. 2-soatda. Bizlar telefonlarni topshiramiz-da. Men lekin topshirmadim, chunki IELTS ni o'sha ko'rishim kerak-ku. Keyin telefonni olyapman. Dars bo'lyapti-da, lekin kontrolni bo'lyapti, ekzamen. Telefonni olyapman,
shunday hali ichiga kirmaganman. Shunday bosdim. Overall 7 birdan ko'rdim, birdan screenshot qildim. Oilaviy gruppaga birinchi отправить qildim. Keyin sразу o'chirdim telefonni, chunki kontrolni bo'lyapti. Ustoz ko'rish kerak emas, toshdan mening telefonim bor. O'shanda почти baqirib yormadim-da. Вообще juda ham xursand edim. Shu keyin darsdan chiqib o'sha reaksiyalarni ko'rganimda, "Vau, молодец, biz sizga ishongandik." Ayam bilan dadam juda ham xursand bo'lishdi. Hammadan boshqacha reaksiya bo'ldi. O'zi uydagilaringiz sizdan 7 natijani kutganmidi, yo'qmi? O'zi ekzamindan oldin ayam aytgandilar, menga 7 kerak emas, 6 olsam ham, 5,5 olsam ham men farqi yo'q. Prosta o'zingiz znaniyangizda tekshirib ko'rishga qildi. Men IELTS topshirib ko'rdilar, lekin men 7 olaman deb o'ylamagandim. Menimcha 6,5 bo'ladi deb o'ylagandim. Imtihondan keyingi holatchi, misol uchun imtihongacha sizdan 7 kutmagansiz, imtihon topshirib chiqqaningizdan keyingi holatchi. Topshirib chiqqandan keyin holat boyagi main exam bor-ku, o'shandan keyin normalniy dedim, chunki easy edi-da, reading bilan listening, writing da ham endi normalniy edi, yozsa bo'ladigan darajada. Lekin listening bilan readingda уверен edim, то что хотя бы 7 chiqadi deb. Lekin writing bilan keyin speaking examda слишком speaking exam вообще boshqa istoriya. Ga kechikib kelganman. Вообще вообще 15 minut oldin kelganman. Keyin men o'ylaganman, to'shda hamma talpa bo'lib kiradi, menga joy qolmaydi. Vaqt yetmay qoladi. Yo'q. Kabinet ham yozilmagan edi. Qayerda bo'ladi deb keyin men o'tirdim, kutdim. Keyin 10 minut qolgandan keyin men o'sha turdim. Juda meni hech kim chaqirmayapti. Men izlashga tushdimda. U ham juda ham katta-ku turizm universiteti. И даже studentlardan ham so'radim. Biz bilmaymiz deyapti-da hamma. Keyin o'sha 13:00 exam payti bo'lyapti. 13:00 da telefon qilyapti ekzaminator. Amerikanец emas, ekzaminator, o'zbek ekzaminator. O'zbek ekzaminator? Yo'q, rasmga tushiradigan, registratsiya qiladigan odam. Siz Munisami tez keling, mana shu joyga dedi. Keyin bordim. Keyin tez kirib, hayajonlanib kirdim. Keyin amerikanец edi, ekzaminator. Shu kirdim, hayajonlanib, keyin uncha ответlarni bera olmadim, uncha javob bera olmadim. Hamma narsa esimdan chiqib ketdi shu paytda. Keyin o'sha speaking tugagandan keyin siz necha yoshsiz deb pasportingizni yana bitta ko'rsating dedi. Ekzaminator. Ekzaminator, amerikanец. Keyin ko'rsatdim. 13 years old? How young deb shunday hayron qoldi. Keyin emotsiyalar bilan. Senki deb keyin chiqib ketdim. Lekin men o'sha speakingdan keyingi holatim juda ham depression bo'lgan. Men 5 olaman deb o'ylaganman-da, chunki speaking part слишком qiyin savollar bo'lganda. Global topics. Global вообще. Do you think in the future that plastic credit cards will be over than cash? Overcome the cash. Da, вообще. Demak, speakingga kirishingizdan oldin sizda qanaqadir bir stress, depressiya bo'lgan ekan, to'g'rimi? Hop, speakingiz main testdan oldinmidi yoki keyin bo'lganmidi? Speaking main testdan keyin. Demak main testdan keyin bo'lgani ham yaxshi bo'lgan ekan, chunki baribir main testga ham ta'sir bo'lishi mumkin edi. Demak, sizda o'sha listening bilan reading qismlari juda ham oson bo'lgan, chunki general English practice qilganlaringiz, lekin writing bilan speakingga unchalik ko'p fokus qilishni xohlamagan ekansiz, tushunishim bo'yicha. Xo'p, IELTS darajangiz mana 7 chiqdi va 7 bu natija bilan nimani planlashtiryapsiz, ya'ni nimalarni rejalashtiryapsiz qilishga? Bu natija bilan hozircha eshitaman, chunki hali maktabda o'qishim kerak. 8-sinfman. Lekin ingliz tilini tashlab qo'yganim yo'q. O'qiyapman. Shu general Englishga qaratmoqchiman. Hozir fokusimda IELTSga emas, chunki
ko'proq gaplashish kerak-da menga. General Englishni ko'proq e'tibor qilsangiz, o'sha writing speakingga osonroq bo'ladi. Demak, siz kelajakda yana IELTSga topshirmoqchisiz va o'z bilim darajangizni aniqlab ko'rish niyatingiz ham bor. Maktabni tugatganingizdan keyingi hayotingiz qanaqa? O'zbekistonda yoki chet elda ta'lim olmoqchimisiz? Albatta chet elda. Qaysi davlat? Amerika. Вообще-то Koreyaga ketmoqchi edim, lekin Amerika zo'rroq deb shu Amerikani qildilar. Maslahat berdilar. Shu Harvard yoki Stanford maqsad. Demak, 13 yoshda turib IELTSdan 7 natijani olish uchun bolalarga nimani tavsiya qilasiz? Top 3 sekret. Bu birinchisi don't be lazy. Lenivыми не будьте. Dangasa bo'lmanglar. Chunki dangasalik eng katta sizni vragingiz. Ikkinchisi agar odam realni bitta narsani xohlasa, o'sha narsaga erishadi. Hech qanaqa to'siq bo'la olmaydi u odamga. O'zingizga ishonchingiz eng top уровеньda turish kerak. O'zingizga ishonishingiz kerak, уверенный bo'lishingiz kerak. Uchinchisi, конечно же, fast education'da o'qishingiz kerak. Chunki u yerda ta'lim tizimi eng zo'r deb o'ylayman. O'qituvchilar self study zone ham juda ham zo'r. Demak, 3 ta eng qimmatli maslahat. Albatta biz ishonamiz, talabalarimiz mana shu 3 ta asosiy sirimizga quloq solishadi va ular ham 7 va undan yuqori natijalarni qo'lga kiritishadi. Biz sizga ishonamiz, kelajakda siz IELTSdan kamida 8 natijalarni erishasiz. Nafaqat 8, 8,5 balki 9 ni ham kutib qolamiz va Fast Education'da mana shu podkast loyihamizda sizni yana bir bor ko'rishdan mamnuniyatligimizni bildirib qolamiz. Sizga ham kattakon rahmat o'z vaqtingizni sarflaganingiz uchun va mana shu podkastga yo'q demasdan kelganingiz uchun. Sizlarga ham rahmat taklif qilganingiz uchun. Rahmat.